Uyimizga mehmon kelganda agar piyola kir bo'lib qolsa, aqlli mehmon aybingizni bekitadi. Lekin ayb kovlash uchun, sizni nuqsonlaringizni yuzingizga solish uchun kelgan inson bo'lsa nima qiladi? Voy, piyolasi kir ekan, o'zingizga ham gapiradi, chiqib ko'chaga ham gapiradi, sizni izza qiladi. Ya'ni demoqchimanki, nuqsonlar agar sizni o'zingizga aytilsa, bu do'stona munosabat. Lekin u ko'pchilikning ichida sizni izza qilib aytilsa, unda bu kamsitishga kiradi. O'quvchilarni kamsitmaslik, balki ularni kamchilik, nuqsonli jihatlarini ularni kuchli tarafiga aylantirish uchun Rahimov School ajoyib bir an'anani boshlabdi. Ketdik, tanishamiz. Maktabda har bir o'quvchining ota-onasi bilan yakkama-yakka tartibda suhbat asosida ota-onalar majlisi tashkil qilindi va bu majlisda nafaqat sinf rahbarlari, balkim barcha fan o'qituvchilari ham ishtirok etishdi. Zo'ra, ya'ni siz farzandlaringizning yutuqlarini ham, kamchiliklarini ham yakkama-yakka o'qituvchidan to'g'ridan-to'g'ri eshitasiz. Ba'zan majlislarda ota-onalar tikka qilinib, farzandlari haqida fikrlar bildirilganda, ota-onalar mulzam bo'lib qolishadi. Ayniqsa salbiy jihatlar e'tirof etilganda. Majlisga bizni tayyorgarlik ko'rib kelganmiz, ota-onalar kelib juda xursand bo'lib ketishyapti. Hozir bizda matematika fanidan yapon metodi kumon kiritilgan. Har bitta ustoz bilan gaplashib, bolangizni har boshqacha qirralarini kashf etasiz. Sababi bola uyda baribir ham o'qituvchiga u ochilganidek ochila olmasligi mumkinda. Ota-ona tanimasligi ham mumkin hattoki. Hozir o'g'limni adabiyotdan boshqacha qirrasini kashf qildim o'zim uchun. Bola fundamental bilimlarni oladigan sinflari 6-7 sinflar deb o'ylayman-da. Yuqori sinfdan nazar tutgan. Endi bu yoshdagi bolalarga agar o'yinga berilib ketib qolishsa yoki o'zini yo'lini topa olmasa, ya'ni o'zini ilmda ko'rmasa o'sha yoshda, keyinchalik ularni yegish qiyin bo'ladi. Birinchi bo'lib tarbiya, keyin ta'lim. Avval tarbiyasi bo'lmagan bola bilan uni ta'limga qiziqtirishda umuman iloji yo'q. Bolalar bilan ishlash faqat bizga kuch, Kayfiyat, energiya beradi. Ota-onalar ham xursand bo'lib ketishyapti. Biz o'zimiz ham umumiy dastur asosida ishlamaymiz. Alohida, har bitta bola bilan alohida.